Assalomu alaykum. Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi apparat shaxsiy tarkibidan Sanfoda xizmat e'lonlar. Yaxshimisiz, hurmatli haydovchi? Ikkalamiz o'rtamizda bo'lgan muloqot to'liq bodi kamerada kuzatish tekshirish maqsadida to'xtatdim. Marhamat qilib me'yor hujjatlaringizni berasiz. Komandir, nima qoidani bizda? Yo'l harakati qoidalari 7-bandiga asosan hujjatlash tekshirish maqsadida to'xtatdim, hurmatli haydovchi. Xo'p bo'ladi. Hurmatli haydovchi, avtotransportingizda qidiruv e'lon qilingan ekan. Avtotransport qaydan olgansiz? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mashinani o'g'lim sovg'a qilgan. Bu avtotransportga qidiruv e'lon qilingan, hurmatli haydovchi. Ehtimol nomerida adashgan bo'lishingiz mumkin. Adashayotganim yo'q, hurmatli haydovchi. Marhamat qilib yon o'rinni qo'yib olasiz. Avtotransportda vaqtingizni jarimadan qo'yib turamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otaxon, mashinani qayerdan olgandingiz? Hozirgina komandirga tushuntirib turadi. Mashinani o'g'lim sovg'a qiladi. Nimaga so'rayapsiz siz? Otaxon, o'g'lingiz o'zi qayerda? O'g'lim birinchi turmushini tashlab, ikkinchi turmush qilib ishga ketgan. O'g'lingiz o'yini bilsangiz, olib bora olasizmi? Tinchlikmi? Nega olib boraman? Siz kimsiz o'zi? Otaxon, kech bo'lmasdan oldilariga borsangiz, batafsil tushuntirib berardim. Yur endi olib boraman. Ketdik. Shu yer o'g'limning uyi. Oho, shu yermi o'g'lingiz uyi? Shu yer. Hozir. Nima keldingiz dada? O'g'lim, sen menga sovg'a qilgan mashina egasi ekan mana bola. Xo'sh, nima qilibdi? Ishonchnomani bekor qilib, mashinani qidiruvga berib o'tibdi. Shu gap rostmi? Ha, rost. Otaxon, majburligimdan sotgandim mashinani. Jarimani pulini to'lab qo'ying desam, yo'q dedilar. Keyin shu ish qilishga majbur bo'ldim. Bo'pti, xayr, yaxshi qoling. Bo'pti, Asaljon. Xotinim keldi, keyin gaplashamiz. Nima qarab turibsiz? Mashinada bozorga bor, olmaysizmi? Bo'ldi, onajonisi hozir. Dada, boshimni qotirmayli. Keliningiz настроенияsi yo'q ekan. Mashinani sizga berganman, o'zingiz bir amallab oling. Xo'p o'g'lim, o'zim bir amallab olaman. Siz qilgan xarajatlarni hammasini o'zim qopladim. Otaxon, o'g'lingizni qarg'ashga ham hojati yo'q ekan-a? Xudo nozori bo'pti. Men mingdan roziman. Mashinani ertaga yonimizga rasmiylashtirib beraman. O'g'lingiz o'ziga insof bersin.